bilan ayrim bemorlarimizning qiynab kelayotgan savollari bo'yicha suhbatlashamiz. Bizga ko'p bemorlar murojaat qiladi, ya'ni bu shifokor menga ko'p dori yozib berdi, bu shifokor menga kam dori yozib berdi. Hurmatli bemorlar, biz albatta kasallik boshlangan paytida shifokorga murojaat qilsak, dorilar ancha kamayadi, tekshiruvlar ham ancha kamayadi. Chunki biz o'z vaqtida shifokorga murojaat qilmasdan kasallikni ancha o'tkazib yuborsak, kasallikning asoratlari namoyon bo'ladi. Bu o'z navbatida ko'rinib turibdiki, bunda tekshiruv natijalari, tekshiruv nimalari ham hamda dorilar ham ko'payadi. Bunda bemorlar albatta qimmatga tushishi mumkin. Ko'p bemorlarimiz bizga murojaat qilib ko'ringandan keyin o'zini yashash joyidagi do'sti bo'ladimi, tanishlari bilan suhbatlashadi. Mana shu dorini ichsang, falon dorini ichsang sen yaxshi bo'lib ketasan. Bu dorilarning senga hech qanday foydasi yo'q, doktorlar yozib beraveradi deyishi mumkin. Hurmatli bemorlar, albatta siz chuqur tekshiruvdan keyin shu dorilarni asoslanib yozib beradi shifokor. Shuni o'z vaqtida qabul qilishingiz kerak. Masalan, prostatit kasalligini aytaylik. Bakterial prostatit kasalligi. Bu boshlang'ichlarda bunda ta'sir qiluvchi asosiy bitta antibiotik, antibakterial terapiya deb aytiladi. Prostata faoliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi prostatologlar ikkita, ya'ni uchinchisiga immun faoliyatini ko'taruvchi preparatlar bo'lishi mumkin. Siz bu kasallikni o'tkazib yuborsangiz, qo'shimcha dorilar yana sizga qo'shilib boraveradi. Chunki qon tarkibidagi o'zgarishlarga qarab davo muolajalari sizga tayinlanadi. Shuning uchun davo muolajalarini o'z vaqtida, kasallikni o'z vaqtida davolatganingiz ma'qul. Albatta siz kanalimga obuna bo'ling, savollar yuboring, kommentariy yozing. Shunda men sizga yanada qiziqliroq xulosalar berishim mumkin.